Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Geografiya darsimizni boshlaymiz. O'quv qurollaringiz tayyor bo'lsa, yangi mavzu nomini geografiya daftaringizga yozib qo'ying. Bugungi mavzu yerning ichki tuzilishi deb nomlanadi. Avvalgi darslarimizda siz bilan geografik xaritalar bobini yakunlagan edik. Bu bob orqali siz azimut, masofani o'lchash, joy balandligi, masshtab va uning turlari, geografik xaritalar va ularning turlari bilan tanishgan edingiz. Hamda geografik xaritalardagi meridianlar, parallellar, ekvator chiziqlari haqida bilib oldingiz. Geografik xaritalar orqali har bir nuqtaning geografik koordinatasini, ya'ni geografik kenglik va geografik uzunlikni aniqlashni o'rganib oldingiz. Bugun endi siz bilan yer qobiqlari bobini o'rganishni boshlaymiz. Bugungi mavzu orqali siz yer qobiqlari bilan tanishasiz. Yerning ichki tuzilishi bilan, yer po'sti, mantiya, yer yadrosi va ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Yer Quyosh sistemasidagi sayyora. Yer qobiqli tuzilgan. Agar fazogir koinotdan yer yuzasiga nazar solsa, u nimalarni ko'radi? Birinchi navbatda yer sharini shaffof ko'rpa kabi havo qobig'i o'rab turganligini va bu havo qobig'ida bulutlar suzib yurganini ko'radi. Yer sharining havo qobig'i atmosfera deb nomlanadi. Shamollarning hosil bo'lishi, bulutlarning paydo bo'lishi, yer yuzasiga tushadigan barcha yog'inlar, yomg'ir, qor, do'l, shudring, qirov, bularning barchasi mana shu atmosferada hosil bo'ladi. Fazogirga yana nimalar ko'rinadi? Shimoliy va janubiy qutblarning oq dog'lar bilan o'ralganligini, ya'ni ular muzliklar va doimiy qorlar bilan qoplanganligini ko'rishi mumkin. Bundan tashqari, yer sharida yana juda katta qism suvli muhit ekanligini ko'rish mumkin. Ular okean suvlari hamda quruqlik suvlariga bo'linadi. Quruqlikdagi daryolar, ko'llar, botqoqliklar, suv omborlari, yer osti suvlari, bularning barchasi gidrosferaga kiradi. Bundan tashqari, dunyo okeani ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Yer sharining juda katta qismini dunyo okeani o'rab turadi. Demak, bularning barchasi yerning suv qobig'i, gidrosferani tashkil etadi. Yana fazogirga yer yuzasidagi quruqliklar ham ko'rinadi. Ularda bog'lar, dashtlar, o'rmonlar, cho'llar, chiroyli shahar va qishloqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu hududlarning ostida esa yer po'sti shakllangan. Yer po'sti qattiq tog' jinslaridan iborat. Yerning tosh qobig'i litosfera deb nomlanadi. Yer paydo bo'lgan davrda dastavval litosfera shakllangan. Undan keyin atmosfera va gidrosfera shakllangan. Yer sharida tirik organizmlar ham bor. Siz bilasizki, ular o'simliklar va hayvonot olami hamda inson. Bularning barchasi yerning hayot qobig'i, biosferani tashkil etadi. Chunki o'simliklar, hayvonlar, inson atmosfera bilan bog'liq va undan nafas oladi. Demak, aziz o'quvchilar, yer sharimiz qobiqli tuzilgan ekan. Yuqorida tanishganimizdek, atmosfera yerning havo qobig'i, litosfera yerning qattiq tosh qobig'i, gidrosfera yerning suv qobig'i va biosfera esa yerning hayot qobig'i. Keyingi darslarimizda bu qobiqlarning barchasi bilan tanishib borasiz. Xo'sh, bu qobiqlar haqida ma'lumotlar juda ko'p. Lekin aynan yerning ichki tuzilishi haqida ma'lumotlarni topish qiyin. Chunki yerning ichiga chuqur kirib bo'lmaydi. Yerning ichki tuzilishi qanday bo'lganini siz ko'z oldingizga olmani keltirib tasavvur qilishingiz mumkin.
Agar olmaning bir qismini kesib olsangiz, siz uning olma po'sti, olmaning o'zi va danagidan iboratligini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday yer shari ham yer po'sti, mantiya hamda yadrodan iborat. Uni yanada yaqqolroq tushunishingiz uchun suvda qaynatilgan tuxumni ko'z oldingizga keltiring. Bu tuxum po'stlog'i, oqi hamda sarig'idan iborat. To'g'rimi? Yer shari ham xuddi shunday. Eng ustki qavatida yer po'sti, undan ichiga borganda mantiya va eng ichkarisida yadrodan iborat. Ana endi ular haqida tanishni boshlaymiz. Yerning ichiga chuqur kirib bo'lmaydi. Shuning uchun uning ichki qismlarini aniqlash, ular haqida ma'lumotlar olish biroz qiyinroq. Yer ichki qismi vulqonlar otilganda chiqqan moddalar orqali, ularni shu moddalarni o'rganish orqali, yer qimirlaganda, ya'ni zilzilalar sodir bo'lganda to'lqinlarning tarqalish xususiyatlariga qarab taxminan o'rganiladi. Yerning markaziy qismida yadro joylashgan. Yadro ichki va tashqi yadroga bo'linadi. Yadroning diametri 6940 kilometrga teng. Ichki yadroning qalinligi 1390 kilometr. Tashqi yadroning qalinligi 2080 kilometrga teng. Yadroni esa mantiya o'rab turadi va uning qalinligi 2860 kilometrga teng. Mantiyaning ustida esa yer po'sti bor. U yer qobiqlarining eng qattig'i hisoblanadi va yer po'stining o'rtacha qalinligi 35-40 kilometr. Yer po'stining qalinligi yer yuzasining turli joylarida turlichadir. Masalan, okeanlarning tagida yer po'stining qalinligi 5 kilometrga teng. Tog'larga borgan sari bu qalinlik ortib boradi va eng baland tog'larda hatto 80 kilometrgacha boradi. Olimlarning taxmin qilishlaricha, mantiya magniy, temir va qo'rg'oshindan iborat ekan va mantiyadagi harorat esa 2000 darajani va undan ortiqni tashkil etadi. Olimlar yer ichiga chuqur tushgan sari harorat har 1000 metrda 33 darajaga ko'tarilib borishini aniqlashgan. Demak, har 1 kilometrda harorat 33 darajaga ortib boradi. 2 kilometrda 66 daraja, 3 kilometrda 99 daraja. Agar 50 kilometr chuqurlikda harorat qanchaga teng deb so'ralsa, 50 kilometrni 33 darajaga ko'paytiring va natija 1650 darajani hosil qiladi. Demak, yer ichiga 50 kilometr chuqurlikka tushganda harorat 1650 daraja issiq bo'lar ekan. Mantiyaning quyi qismlari va yadroda harorat yanada ortib boradi. Bunda yuqori haroratda tog' jinslari erigan, ya'ni suyuq holatda bo'lishi kerak. Lekin aslida bunday emas, chunki bu chuqurliklarda havo bosimi juda katta. 100 kilometr chuqurlikda bosim yer yuzasidagiga qaraganda 13000 marta kattadir. Ya'ni bo'yi va eni 1 santimetr bo'lgan yuzaga 13 tonna kuch bilan bosib turadi. Shuning uchun ham mantiyaning quyi qismlari va yadroda tog' jinslari qattiq holatda deb taxmin qilishadi. Yer yadrosi haqida ham ma'lumotlar juda kam, lekin uning radiusi 3470 kilometr ekanligi va yadrodagi harorat 4000 daraja atrofida ekanini bilamiz. Yerning ichki tuzilishini o'rganish insonga nima uchun kerak? Chunki insonning hayoti uchun zarur bo'ladigan juda ko'p savollarga javobni aynan uning ichki tuzilishini o'rganish orqali javob topish mumkin. Masalan, yer po'sti turli foydali qazilmalar koniga boy. Yer po'stida bu foydali qazilmalar zaxirasi qancha ekanligi, ularning har biri necha yillarga yetishi kerakligini aynan yer po'stini o'rganish orqali javob olish mumkin. Bundan tashqari, yer po'stida turli harakatlar bor.
Ulardan biri zilzilalar, ya'ni yer qimirlash. Xo'sh, aziz o'quvchilar, nima uchun yer qimirlaydi? Bu zilzilalarni, ya'ni yer qimirlashni oldindan bilish mumkinmi? Uni qanday asboblar yordamida o'lchanishini ham keyingi darslarda litosfera qobig'ini o'rganish orqali javob topishingiz mumkin. Bundan tashqari, yer postida vulqonlar otilishi ham kuzatiladi. Aynan qanday hududlarda vulqonlar otilishi mumkin va ulardan qanday moddalar otilib chiqishi haqidagi savollarga ham litosfera yer posti haqidagi bilimlarni o'rganish orqali javob topasiz. Demak, bugungi mavzudan boshlab siz yerning tosh qobig'i, litosfera qobig'ini o'rganishni boshladingiz va litosferadagi turli xil harakatlar, yer postining relyef nimalardan tuzilganligi haqida keyingi darslarimizda bilib olasiz. Mana aziz o'quvchilar, bugun siz yerning qobiqli tuzilganligini bilib oldingiz. Ya'ni atmosfera yerning havo qobig'i ekanligi. Unda atmosferada turli hodisalar bo'lishi, shamollar esishi, yog'inlar yog'ishini o'rgandingiz. Gidrosfera esa yerning suv qobig'i ekanligi. Suv qobig'iga dunyo okeani va quruqlikdagi suvlar kirishini bilib oldingiz. Litosfera esa yerning tosh qobig'i. Litosferaga mantiyaning yuqori qismi va yer posti kiradi va unda turli xil harakatlar sodir bo'lishini o'rgandingiz. Hamda biosfera hayot qobig'i. Unga barcha tirik jonzotlar kirishini o'rgandingiz. Hamda yerning ichki tuzilishi bilan tanishdingiz. Yer shari, yer posti, mantiya hamda yadrodan iborat ekanligi va ulardagi harorat turlicha bo'lishi, ularning qalinligi, diametri bir-biridan farq qilishini o'rgandingiz. Ana endi bugungi mavzuni qanday o'zlashtirganingizni quyidagi qiziqarli topshiriq bilan aniqlab olsak. Daftaringizga 4 ta qobiq nomini yozib qo'ying va ular yoniga bo'sh joylar qoldiring. Ya'ni atmosfera, litosfera, biosfera hamda gidrosfera. Quyidagi shartimiz koptoklarni o'z savatlariga to'g'ri joylashtiring deb nomlanadi. Men sizga so'zlarni o'qiyman. Siz bu so'zlar yozilgan koptokchalarni o'z qobiqlariga to'g'ri joylashtirishingiz kerak. Ya'ni har bir qobiqqa 4 tadan so'z to'g'ri keladi. Tayyor bo'lsangiz, so'zlarni o'qishni boshlayman. Hayvonot olami. Zilzila, buta, qor, tog'. Ulgurgan bo'lsangiz, davom ettiraman. O'simlik, okean, daraxt, yomg'ir, muzliklar, havo, vulqon, daryo hamda tuproq, ko'l va bulut so'zlari edi. Quyidagi 16 ta so'zni siz 4 ta qobiqqa ajratib yozdingiz, to'g'rimi? Endi javoblaringiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib ko'ring. Demak, atmosfera, ya'ni yerning havo qobig'iga qor, bulut, havo hamda yomg'ir so'zlarini yozdingiz, to'g'rimi? Barakalla. Litosfera qobig'iga, ya'ni yerning tosh qobig'iga vulqon, zilzila, tog' hamda tuproq so'zlarini yozdingiz. Hamda biosfera qobig'iga esa hayvonot olami, daraxt, buta, o'simlik so'zlari mos keladi. Gidrosfera qobig'iga esa daryo, ko'l, okean hamda muzliklar. Chunki gidrosfera bu yerning suv qobig'i edi. Agar barcha so'zlarni qobiqlarga to'g'ri joylashtirgan bo'lsangiz, demak bu qobiqlar nimani anglatishini yaxshi o'rganib oldingiz. Keyingi darslarda har bir qobiq bilan tanishib, ularning tarkibiy qismlari haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Yerning ichki tuzilishini-chi yaxshi o'rganib oldingizmi? Xo'sh, unda quyidagi topshiriqni bajaring. Demak, quyidagi rasmda tasvirlangan yerning ichki qobiqlari
qaysi harflarga mos ravishda joylashganligini mana bu jadvalga yozib chiqishingiz kerak. Ya'ni yer po'sti qaysi harfda, mantiya, tashqi yadro va ichki yadro hamda ularning qalinligini jadvalga yozib chiqasiz. Bu jadvalni to'ldirishda sizga darsligingizdagi mana bu 29-rasm yordam beradi. Unda yer po'sti, mantiya, tashqi va ichki yadrolar hamda ularning qalinliklari berilgan. O'ylaymanki, bu topshiriqni ham qiynalmasdan bajarasiz. Endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Demak, darslikning 43-45-sahifalaridagi yerning ichki tuzilishi mavzusini yana bir bora qunt bilan o'qib chiqing va 44-sahifadagi 29-rasmni hozir siz bilan yuqorida o'rgangan rasmimizni chizing va uni izohlang, ya'ni o'rganib chiqing. Hamda 45-sahifadagi savollarga daftaringizga javob yozing. Shuning bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimizni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.